Aziz va shijoatli Yakkasaroy yoshlari. Bugun sizlar bilan bir davrada uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunman. Chunki bu maydonda kelajagimiz yurtimizning ertangi kuni yangi O'zbekistonning ishonchli tayanchi bo'lgan yoshlar jam bo'lgan. Xabaringiz bor, kuni kecha yurtboshimiz yoshlar bilan ochiq va samimiy muloqot o'tkazib, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, orzu-niyatlarini ro'yobga chiqarish borasida yangi imkoniyatlar eshigini keng ochib berdilar. Ayniqsa, haftaning har payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilingani bu shunchaki tashabbus emas, balki davlat siyosati darajasida yoshlarga e'tibor va ishonchning yana bir yorqin ifodasidir. Aziz yoshlar, bugun oramizda Yakkasaroy yoshlari, volontyorlar guruhi a'zolari ham ishtirok etmoqda. Yurtboshimiz yoshlar bilan uchrashuvda volontyorlik harakatiga alohida urg'u berib, uni rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish davlat siyosati darajasida davom ettirilishini ta'kidladilar. Yakkasaroy yoshlari har doim faolligi, tashabbuskorligi va vatanparvarligi bilan ajralib kelgan. Ishonamanki, sizlar yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, nafaqat tumanimiz, balki vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shasizlar. To'rtta ekologik loyiha tashkil etildi. Keyingi loyihamiz umuman tumanimizda tashkil etilgan qaysi yo'nalishda bo'lmasin, ijtimoiymi, ma'naviy, ma'rifiymi yoki rasmiymi yoki uchrashuvlarda 69 tasida volontyorlar tashkiliy ishlariga yordam bergan, ushbu tadbirlarni tashkil qilishda, ushbu tadbirlarda faol ishtirok etgan. Yana bitta narsani faxrlanib ayta olamiz. Tumanimizga tashrif buyurgan 5 ta xalqaro delegatlarni kutish baxtiga ega bo'lganmiz. Ochilgan kunimiz ertasi kun 27-avgust 2024-yilda Xitoy delegatsiyasini kutganmiz. Hokimimiz tomonidan ochilgan kunimizda birinchi berilgan topshirig'imiz Dilbuloq mahallasida shu delegatlarni volontyorlik kutib oladi. Va shu delegatsiyaga men volontyorlarni birinchi bo'lib tanishtiraman deganlar. Biz bundan juda ham faxrlanamiz. Bu qilingan ishlar, lekin biz to'xtab qolmaymiz. Bundan kunga guruhimizni rivojlantirishga, bu guruhni tumanda, nafaqat shaharda, butun respublikada Yakkasaroy tajribasida, Yakkasaroydagi yagona guruh sifatida olib chiqishga harakat qilamiz. Birinchi kurs talaba Yakkasaroy boshliq mahallasida turaman. Hozir o'qishim yo'nalishim kompyuter lingvistikasi. O'shaning uchun kompyuter, ya'ni notebook so'ramoqchi edim. Shu ro'za Ramazon oyida mana shu savob masalasiga siz qo'shilgan mana shu so'zni chiroyli qilib kompyuter bilan ta'minlaysiz. Kelishdingmi? Rahmat.